Qadrli kanalimiz a'zolari, bu yerga hammamiz bir xil sabab bilan kirdik. Hayot masalasini hal qilish uchun. Iltimos, bu joyni bema'ni gaplar, ortiqcha savol-javoblar, maqsadsiz yozishmalar bilan band qilmaylik. Kimdir bu yerda vaqt o'tkazmayapti, umr yo'ldoshini izlayapti. Kimdir yuragini ochib, oxirgi umid bilan e'lon bergan. Shuni unutmang, har bir yozilgan xabar kimningdir vaqti, kimningdir sabridir. Agar niyatingiz jiddiy bo'lmasa yozmang. Agar mos kelmasa chiroyli qilib ayting. Agar qiziqmasangiz jim qolish ham hurmatdir. Bu yerda o'yin emas, taqdirlar uchrashadi. Bir-birimizga mehr, tushuncha va hurmat bilan yondashaylik. Shunda bu kanal ham barakali bo'ladi. Samarqandlik mard, jiddiy niyatdagilar bormi? Kelinlikka nomzod 38 yoshda. Bo'yi 165 cm, vazni 70 kg. Samarqand viloyatidan. Oilaviy holati ajrashgan. Bir nafar o'g'li bor. Agar turmushga chiqsa, o'g'li buvilari bilan qoladi, birga ketmaydi. Agar yaxshi inson uchrasa, chin dildan turmush qurishga tayyor. Kuyov uchun talablar. Samarqand viloyatidan bo'lishi, o'z uyiga ega, mustaqil yashaydigan bo'lishi, oqil, mas'uliyatli va oilaparvar inson. Bu yerda ortiqcha talablar yo'q, faqat hurmat, tushunish va samimiy niyat. Batafsil ma'lumot Telegram orqali. Nomzod nomidan ota-onasi yoki yaqinlari murojaat qilsin. Rossiya davlatida yurgan mard o'zbeklarimiz bormi? Kelinlikka nomzod 18 yoshda, turmushga chiqmagan. Bo'yi 157 cm, vazni 46 kg. Millati tojik. Hozirda ma'lumoti o'rta. Kasbi pedikyur ustasi. Asl manzili Samarqand. Hozirda oilasi bilan Rossiyada yashaydi. Kuyov uchun talablar: jiddiy niyatli bo'lishi. Oldin ajrashganlar murojaat qilmasin. Batafsil ma'lumot Telegram orqali. Nomzod nomidan ota-onasi yoki yaqinlari murojaat qilsin. Hamma zo'rmi? Mirobod, Toshkentliklar bormi? Kelinlikka nomzod 40 yoshda. Bo'yi 172 cm, vazni 58 kg. Millati o'zbek. Oilaviy holati ajrashgan, farzandi yo'q. Oliy ma'lumotli, kasbi vrach. Manzili Toshkent shahri, Mirobod tumani. Kuyov uchun talablar: ishbilarmon va aqlli. Bo'yi 170 cm dan baland. Toshkent shahridan bo'lishi ma'qul. Batafsil ma'lumot Telegram orqali. Nomzod nomidan ota-onasi yoki yaqinlari murojaat qilsin. Kelinlikka nomzod 40 yoshda. Bo'yi 172 cm, vazni 58 kg. Millati o'zbek. Oilaviy holati ajrashgan, farzandi yo'q. Oliy ma'lumotli, kasbi vrach. Manzili Toshkent shahri, Mirobod tumani. Kuyov uchun talablar: ishbilarmon va aqlli. Bo'yi 170 cm dan baland. Toshkent shahridan bo'lishi ma'qul. Batafsil ma'lumot Telegram orqali. Nomzod nomidan ota-onasi yoki yaqinlari murojaat qilsin. Toshkentliklar bormi? Kelinlikka nomzod 47 yoshda. Bo'yi 164 cm, vazni 63 kg. Millati ironiy va tojik. Oilaviy holati ajrashgan. Hozirda chet davlatda yashaydi va ishlaydi. Zarurat bo'lsa, boshqa davlatda yashashga ham tayyor. Onasi bor, 2 nafar qizi va 3 nafar nabirasi mavjud. Oilada yolg'iz qiz. O'zbek, rus, turk va tojik tillarini biladi. Ma'lumoti o'rta. Kasbi yurist. Asl manzili Toshkent shahri, Chilonzor tumani. Kuyov uchun talablar: 40 dan 55 yosh oralig'ida bo'lishi, oqil, mas'uliyatli va maqsadli, mehribon, oilaparvar va samimiy niyatli. Moliyaviy jihatdan barqaror, yolg'on gapirmaydigan, ijobiy fikrli, jismonan sog'lom, qiyin kunda ham, quvonchli paytda ham yonida bo'la oladigan inson. Beparvo va jiddiy bo'lmaganlar bezovta qilmasin. Batafsil ma'lumot Telegram orqali. Nomzod nomidan ota-onasi yoki yaqinlari murojaat qilsin. Toshkentda yashaydigan farg'onaliklar bormi? Kelinlikka nomzod 23 yoshda, turmushga chiqmagan. Bo'yi 165 cm, vazni 45 kg. Millati o'zbek. Ro'mol o'raydi. Diniy va dunyoviy bilimga ega, oliy ma'lumotli. Kasbi sud eksperti. Manzili Farg'ona viloyati. Kuyov uchun talablar: uylanmagan, oliy ma'lumotli, ish joyi aniq va barqaror. Toshkentda yashashi, asl kelib chiqishi Farg'onadan bo'lishi ma'qul. Batafsil ma'lumot Telegram orqali. Nomzod nomidan ota-onasi yoki yaqinlari murojaat qilsin. Baxt soddalik va mas'uliyatdan boshlanadi. Mas'uliyat va niyat bir joyda bo'lsa, masofa ahamiyatsiz bo'ladi. Kuyovlikka nomzod 26 yoshda. Bo'yi 183 cm, vazni 80 kg. Millati o'zbek. Oilaviy holati uylanmagan. Ma'lumoti o'rta maxsus. Hozirda Germaniyada yashaydi. Asl kelib chiqishi Farg'ona viloyati. Kelin uchun talablar: nemis tilini bilishi, hamshiralik kasbi bo'lsa afzal, birga Germaniyada yashash rejalangan. 5 mahal amaliy ibodatda bo'lishi, Farg'ona viloyatidan bo'lishi ma'qul. Batafsil ma'lumot Telegram orqali. Nomzod nomidan ota-onasi yoki yaqinlari murojaat qilsin. Kelinlikka nomzod 22 yoshda, ajrashgan. Bo'yi 165 cm, vazni 55 kg.
yoshiga mos, go'zal qomatli, oilada mas'uliyatni o'z zimmasiga ola biladigan, hayotga tayyor qiz. Uy ishlariga saranjom, sarishta. Manzili Toshkent shahri. Barcha masalalar ota-onalar orqali hal qilinadi. Kuyov uchun talablar: halol rizq topadigan, mas'uliyatli va oilaparvar, ayolni Allohning omonati deb biladigan, ichkilik va yomon odatlardan yiroq. Batafsil ma'lumot Telegram orqali. Nomzod nomidan ota-onasi yoki yaqinlari murojaat qilsin. Farg'onaliklar bormi? Shoshilamiz. Kelinlikka nomzod 23 yoshda, turmushga chiqmagan, bo'yi 170 cm, vazni 75 kg. Millati o'zbek, oliy ma'lumotli, kasbi DMTTda jismoniy tarbiya yo'riqchisi. Manzili Farg'ona viloyati. Ota-onani hurmat qiladi. Uy ishlariga saranjom, sarishta, epchil va chaqqon. Tashqi ko'rinishi chiroyli va kelishgan. Farzand ko'rish masalasida ozgina muammosi bor. Bu holat ochiq va halol aytilmoqda. Kuyov uchun talablar: jiddiy, oilaparvar va mas'uliyatli inson. Bu tanlov shoshilinch emas, hayotni tushunib qabul qilish haqida. Batafsil ma'lumot Telegram orqali. Nomzod nomidan ota-onasi yoki yaqinlari murojaat qilsin. Yevropada yashaydigan yigitimiz bu safar kuyovlikka nomzod 34 yoshda. Bo'yi 170 cm, vazni 65 kg. Millati o'zbek. Oilaviy holati ajrashgan. Yevropada yashaydi va ishlaydi. Shu yerda qolish niyatida. Ichmaydi, chekmaydi. Xohlagan tibbiy ko'rikdan o'tishga tayyor. Ma'lumoti o'rta maxsus. Asl manzili Farg'ona viloyati, hozirda Yevropada. Kelin uchun talablar: to'g'ri so'zli va halol bo'lishi. Bu tanlov shoshilinch emas, hayotni jiddiy qurish haqida. Batafsil ma'lumot Telegram orqali. Nomzod nomidan ota-onasi yoki yaqinlari murojaat qilsin. Navoiyliklar bormi? Bu safar 21 yoshli kelinlikka nomzod. Ajrashgan, bir nafar o'g'il farzandi bor. Bo'yi 155 cm, vazni 57 kg. Millati o'zbek, manzili Navoiy shahri. Kuyov yoshi 23 dan 30 gacha. Oqil, mard va iymonli, ayolni Allohning omonati deb biladigan, farzandiga chin ma'noda ota bo'la oladigan erkak. O'z uy-joyi bo'lishi, davlat ishida ishlashi, ikkinchi ro'zg'or niyati bo'lmasligi shart. Bu tanlov shoshilinch emas, hayotni jiddiy qurish haqida. Batafsil ma'lumot Telegram orqali. Nomzod nomidan ota-onasi yoki yaqinlari murojaat qilsin. Toshkentlik mard erkaklar qanisiz? Kelinlikka nomzod 21 yoshda, turmush qurmagan. Bo'yi 165 cm, vazni 47 kg. Millati o'zbek. Toshkent shahridagi Kamoliddin Behzod nomidagi institutning 4-bosqich talabasi. Qadimiy yozuvlar restavratsiyasi yo'nalishida grant asosida tahsil oladi. Bo'lajak mutaxassis restavrator. Manzili Namangan viloyati, Norin tumani. Kuyov yoshi 30 yoshgacha. Tarbiyali, o'rtahol oiladan bo'lishi, magistraturada o'qishini qo'llab-quvvatlaydigan, mutaxassisligi bo'yicha ishlashiga sharoit yaratadigan inson bo'lishi muhim. Kasbi yo'nalishiga yaqin bo'lsa ma'qul. Toshkent shahrida yashab qolish niyati bo'lsa, yaxshi bo'lardi. Bog'lanish Telegram orqali. Nomzod nomidan ota-onasi yoki yaqinlari murojaat qilsin. Toshkentlik mard erkaklar bormi? Kelinlikka nomzod 33 yoshda. Bo'yi 165 cm, vazni 65 kg. Millati o'zbek, ziyoli oilada ulg'aygan. Ma'lumoti tugallangan oliy magistr. Hozir ilmiy ishlar bilan shug'ullanadi. Shu kungacha ko'plab yutuqlarga erishgan. Kasbi universitetda o'qituvchi, manzili Toshkent shahri. Bu qiz o'ziga ishongan, ota-onasini qadrlagan, oilasiga xizmat qilgan, o'z mehnati bilan natija ko'rsatgan. Kuyov yoshi 33 dan 36 gacha. Uylanmagan, o'z fikriga ega, ziyoli, o'qigan, moliyaviy erkin, ish joyi tayin, iymonli erkak. Iloji bo'lsa Toshkentlik. Ilmiy faoliyatiga qarshi bo'lmaydigan, qadrlaydigan va hurmat qiladigan inson bo'lishi kerak. Psixologik jihatdan tayyor bo'lmagan, oilani qadrlamaydiganlar bezovta qilmasin. Bog'lanish Telegram orqali. Nomzod nomidan ota-onasi yoki katta yoshdagilar murojaat qilsin. Amerikani egallab olgan samarqandliklardan bormi? Kelinlikka nomzod 29 yoshda. Bo'yi 1,80, vazni 80 kg. Millati o'zbek, tojik. Oilaviy holati ajrashgan, farzandi yo'q. Ma'lumoti o'rta. Kasbi dizayner. Hozir Isroilda yashaydi. Manzili Samarqand. Kelajak rejasi Yevropa yoki Amerikada yashash. Shu sababli Yevropa va Amerikadagi nomzodlar ma'qul. Kuyov yoshi 30 dan 40 gacha. Bu e'lon haqiqiy oila uchun. Iymon va vijdon birinchi o'rinda. Bekorchi tanishuvlar yoki mos kelmaydiganlar bezovta qilmasin. Bog'lanish Telegram orqali.